Oo, shkalat. 10.000 plyus bormi? 5-6 oyga gaplashib kelishaveramiz. Keling, qo'lni bering, gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Pul qo'shmasdan o'zini puliga Mashina ukalarimiz ko'paysa. 15 ming atrofida bo'lsa, beraveramiz. Chiqaraveramiz 1 yilgacha. Bitta shu miyatinidan boshqa toshtakka jo'natib. Qancha narx? Siz olasiz 21 ming dollar. Kami bor. 21 edi. O'tib bering endi. Siz olasiz o'tmang. Xo'p, biz obunachilarga o'tib beraman deyaptilar. Hozir shuni 25 ni 20 ming yurgan oqini ko'rdim. 24 ming narx aytishyapti. Kanalning qadrli obunachilar, Namangan Inamarka bozoridamiz. Xudo xolasa, endi Malibu, Tracker hammasi bor. Mana bu mashinaga qiziqib turibmiz. Hozir jiyanga ham olmoqchiman. O'zi hojatiga ham olib berganman, meni yuribdilar maza qilib. Yaxshi mashina, shuning uchun hozir chiqib qoluvdi bitta variant, sizlarga bitta ko'rsataychi dedim. 2023-yil Cherry 7 Pro, shu full varianti. Lyuki bor, 360 gradus kamerasi bor. Elektronli o'rindiqlar, 4 ta sidinasida, rulesida. Xo'p, zavod balonida turibdi ekan hozir. Xo'sh, 44 ming yurgan dedingizmi? 44 ming yurgan radnoy mashina. Aybishi yo'q. Parollar qo'yilgan o'rtoqlar. Tonirovkalar orqali qilingan. Endi bunisini ruxsatini olib turib, sonsizlashti qilingan ekan-a? Sonsizlashti tortilgan ekan. Bron bo'lganmi? Ha, oldi farada Kapot farada bron plyonka bor. Endi qimmat bo'ladi-yu, bilasizlar, bitta chatnab qolsa ham dil og'riydi. Xo'sh, ko'rsataman, qaranglar. Elektronli o'rindiq, narigi tomoni ham elektronli o'rindiq. Yukxonani bu yerdan ochib yopishingiz mumkin. 4-pakalanga propan o'rnatib qo'yishibdi, yangi o'rnatishibdi, yaqinda o'rnatishibdi. Rullari elektronli bo'ladi, bilasizlar. Multimedia rul, cruise control bor, rulesida, joystickli, xo'p, monitor, salon chotki bo'lib turibdi. Chotki qilib siz minishingizga tayyor bo'libdi. Evakor puliklari bor ekan. Bu 5 kishilik bo'ladi o'rtoqlar. Bu 7 kishilik emas, bu 5 kishiligi. Xo'sh, lekin 7 kishilik foydalansanglar ham bo'laveradigan mashina. Orqa o'rindiqlari ham isiydi. Deflektorlari. Mana bu yerda knopkasi bor, обогрев knopkasi. O'rindiqlari koja bo'ladi, bilasizlar. Xo'sh, yukxonani ko'rsataman. Shtorka zavodskoy chiqadi. Mana propan balon. Propanda maza qilib minasizlar o'rtoqlar. 1.5 turbina, 147 ta ot kuchi bo'ladi o'rtoqlar. Panorama lyuk. Bilasizlar, buni panorama lyuki yo'g'i ham bor, undan emas. U birinchi pozitsiyasi, bu ikkinchi pozitsiyasi. Endi hozir uchinchi pozitsiyasi ham chiqib ketdi. Mana uni o'zi ham ashillaytaveradi. Narxini 20.200 narx so'rayaptilar. Savdosi bo'ldimi, berilmagan? savdo qilib turishibdi, xudo xolasa. Qanchaga bermadik? 18 ga chiqaveradimi? Yo'q, 19 ming o'zini balandroqda so'rashni berganimiz yo'q. 19 tepasida bo'ldi. Berilgan yo'q. Kelishtirib beraman, xudo xolasa. Hujjat qanaqa bo'ladi? Hujjat muammosi yo'q. Notariusda pul sanashar edi. Notariusda pul sanab. O'g'rachi general holda оформить qilib beraman, muammosi yo'q. Endi оформить qilib olishadi baribir. Ha, xudo xolasa оформить qilib beradi. Bo'lib to'lashgacha nasiya bo'lsa, misol onlayn dovenniz qilib yozdirib to'laguncha minib turishi mumkin. Qarang. Hop, bitta puli yetmaganiga qilib beraveramizmi? Albatta 4-5 ming pullar yetmasa, 1-2 oyda beramiz deysa, qo'yib beraman, naqd pul hisobida kelishtirib, xudo xolasa. Ishtilammi? Variantga ham ilojini qilib berishadi. Yana bitta bor, 2023 bu ham. Bunisini mana tomi qoraligidan, mana bu yerdan boshlanadi. Tomi qora chiqqan, zavodskoy chiqqan bularniki, bakovoy bilan ko'ryapsizlar. Qop-qora turibdi. Bu ham radnoy. Radnoy kraska top-toza. Polni proverka qildirib, ma'qul kelsa notariusda pul sanashar edi kelasiga. Tekshirtirib, xohlanglar ustinglarga tekshirtirib olib turib, keyin savdo qilaverasizlar o'rtoqlar. Xo'p, balon zo'r. Qatnoshga bor. Ruxsati bor buni. Qancha yurgan bu? 17 ming probeg. Probeg ozding. 23, 17 ming probeg, zavodskiy qora tom. 23, 17 ming probeg. Ko'ringlarchi? Salon cho'tki turibdi. Pulti, monitor. Xo'p, 2023. Buni benzinda bu? Benzinda. Bu benzinda ekan. Mashina Toshkentniki dokumentda muammosi yo'q. Sraz nomlarga оформить beraman. Nomingizga sraz оформить bo'ladi, notariusda pul sanaveradi. Zapaskalar tushmagan holatda yap-yangi cho'tki turibdi. Aybishi yo'q. Buni narxi qancha buni? Buni narxini kelishtirib yo'llar qilib beramiz, xudo xolasa. Qanchaga beramiz?
20.500 barakasiga ozmoz o'tib 20.500 so'rayapmiz. O'tib beramiz. Kamini kelishtiramiz. kelishtirib yo'llar qilib beraman. Tonirovka ruxsatlargacha bor bu. 19 pastda kelishtiraylik, shtir sanaganga. Yo'q, 19 ming past ish bitmaydi. 19 mingga mayli bir ozmoz qo'shsa beraveraman, kelishtirib yo'llar qilib beraman. 19 ga qo'shsinmi? Ha, 19 mingga qo'shsa. 19 o'zigachi? Yo'q, Naq sanaydi. yo'q. 19 ming Qo'shadimi? teparoqda beraman. 20 mingdan mayli ozmoz o'tib beraman. 19 ming tepasida Buni variantga chiqara olmaymiz-a buni? Yo'q, variantga chiqmaydi. Chunki aytishdi, dokument oformib qo'ya deyishyapti ekan, Toshkentniki endi masala yo'q, umuman tugatish kerak. Notariusda pul sanash edi. Umuman muammosi yo'q dokumentda. Shu notariusda pul sanaysizlar o'rtoqlar. Telefon raqamingiz 88lik 88lik 258 Aha. 20 20. Qo'ng'iroq qilinglar, Qorasi gaplashib so'raganda kelishib qorasi ham olasizlar. bor. Ha, qorasi ham bor. Mana qorasi. Kirmadimi u? Yo'q, yo'q. Ha, ko'ryapsizlar? Qorasi. Qora. 23 45 ming prebegida kraska toza, tonirovka ruxsatnoma, podnoshka 4 yangi balon qo'yib beraman. Gezi bor, hamma narsangiz bor. Tayyor. Gazi ham bor. Gezi bor, paketlar. Pulichi Pulini 20 ming barakasiga o'tib beraman. 20 mingni o'tib beramiz. Probeg qancha dedingiz? Prebegi 45 ming. 45 ming. Ha, Top-toza o'shaning uchun 20 ming deyapsiz ekanda. Hozirroq yurganda $500 qo'shilyapti o'rtoqlar. To'g'risi, aslida olganda yangi mashinaga yo'q, 40 ming probeg emas, olsanglar bo'laveradi. Chunki salonda hozir 26 minglar atrofida chiqadi. $6,000 foydasida olyapsizlar. Marhamat, telefon qilinglar, qolganlarni gaplashib, kelishib olasizlar. Kelib, mashinani ko'rib, tekshirtirib, dokumenti bilan tanishib, savdolashib, bemalol olib ketaverasizlar o'rtoqlar. Hammani ko'rib, ko'ngillar to'q bo'lgandan keyin pul sanashadi. Gap yo'q. Muammosi yo'q. Kamini qilaveradi. O'rtoqlar, 2025, qaranglar, diqqat qilinglar, 23 emas, 2025-yil 7 Pro balonlarini almashtirishgan ekan. Qop-qora, toza, top-toza, narx shokolad. Ishoninglar, narx shokolad. 68 yangisi. Ko'ryapsizlarmi? Mordalar yangilangan versiyasi. Salonni ham bitta ko'rsataman. Bezkulchoy do'sti, panorama lyuk, 360 gradus kamera. Bu Max emas ekan xolos. Pro'ning o'sha yangilangan versiyasi. Monitorlarni ko'ryapsizlarmi? Rullar yangilangan versiya. Narxi haqiqatan shokolad. Ishoninglar, shokolad. Ko'ringlarchi bitta. Xo'p, benzinda bo'lish kerak, adashmasam. Zapaskalari mana. Probegi qancha bo'ldi probegi? 36 ming probegda. Ehtiyot bo'ling. Balonlarni almashtirishga yaxshi balonlardan qo'yib qo'yishibdi. Kumxo'dan soqollari bilan. Qancha narx? Siz olasiz 20. $21,000 kami bor. 20 beradi. O'tib bering endi. Siz olasiz o'tib beradi. Xo'p, biz obunachilarga o'tib beraman deyaptilar. Hozir shuni 25 ni, 20 ming yurgan oqini ko'rdim. 24 ming narx aytishyapti, ammo Max ekan u. Maxmin deysizmi? Max emasmi deysizmi? Yangi 25, 26 ham, 26 ga 1 yil. 1 yil ham emas o'zi aslida olganda. 21 ming kami bor. Sizlarga 20.500 ga 23 ni ko'rsatdim oqini. Uni oldida menimcha shokolad narx deb o'ylayman. O'zi bu ukamiz haqiqatan Cherry 7 Pro, 6 Pro'larni olib kelib, nereal haqiqatan arzon sotadi. Gap bo'lishi mumkin emas, doim reklama qilaman. Telefon raqamingiz 94 892 0909 ga telefon qilinglar, gaplashib, kelishib olasizlar. Bunaqa sardoim ham bo'lmaydi. Hujjatda muammo yo'q, notariusda pul sanaverasizlar. 18 ming. Mana o'rtoqlar, Cherry'ni 7 Pro'ni yangilanganini Max, o'sha 7 Pro Max. Hozir sizlar ko'rdinglar, Pro'sini ko'rdinglar. Endi sizlarga Max xohlaganlar uchun 1.6 turbinaligi balonlari yaxshi zo'r. Probegi qancha bo'lgan? 19 ming probeg. Yurmabsiz-da aka. Xo'p, qora, radnoy, bezkulchoy do'st bor. Panorama lyuk, 360 gradus kamera, o'rindiqlar xotirasi bor, koja salon. Xo'sh. Kutib oldi. Hamma yog'i zo'r o'rtoqlar. Narxini o'zi gaplashamiz. Xudo xolasa aybi yo'q, benzinda bu. Aybi yo'q, benzinda
Narxini qancha aytamiz? Kelishtirib. 23 ming kami bor. 23 ming kami bor. Kelishtirib beraman deyaptilar. Mabodo 15 ming puli bo'lsa, qolganini bir 3 deb bersa-chi? Faqat naqdga. Notariusda pul sanaveramiz. Esdan o'ka bu mashina. Bo'ldi. O'rtoqlar, notariusda pul sanaverasizlar. Telefon raqamingiz nechi? 93lik. 93lik 065 065 59 58. 59 58 ga telefon qilasizlar, qolganini gaplashib kelishib olasizlar. O'rtoqlar, narxni sindiramiz dedikmi? Sindiramiz. Qaranglar. Cherry 7 Pro 2023-yil 52 ming probekda archa balonlar qo'yilgan, hattoki motorni, korobkani moylarigacha almashtirib qo'yibdilar. Paroglari qo'yilgan. Mana shu paroglar ham falon pulga qo'yilardi. Tonirovkalar qilingan, chexollari bor, benzinda turibdi. Mashina radnoy kraskada, aybishi yo'q mashinani. Minishingizga tappa tayyor. Bu mashinani narxini 19500 dedilar. Yo'q, aka deb gaplashib, kelishib. Xo'p, oxiri taqalgani 18800 ga gaplashib, kelishib qo'ydim. Kelib, gaplashib, ko'rib, tekshirib, ma'qul bo'lsa olib ketinglar. Ruli qiziydi, o'rindiqlar to'ralasi qiziydi. 360 gradus kamerasi bor. Mashina tayyor, xudo xolasa sizlarga yoqadigan variantida. Bitta propani kam aka, o'sha propanni qo'yib olsanglar, qolganini maza qilib haydab yurasizlar. Telefon raqamlarini hozir aytib o'tib ketamiz. Telefon nomeringiz 97lik 378 378 03 03 kelishaveramiz. Oo, 5 shkalat. 10 ming pulingiz bormi? 5-6 oyga gaplashib kelishaveramiz. Keling, qo'lni bering, gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Pul qo'shmasdan Mana o'zini puliga shunaqa beramiz. ukalarimiz ko'paysa, gaplashasizlar, kelishasizlar, savdoni qilib turib, kelishib bo'lgandan keyin yetmagan pulinglarni bir oyda qilib beraverasizlar. Uni ustiga gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. O'zlarini lars qildilar. 5-6 oyga endi gaplashib kelishib olasizlar. 10 ming pulingiz bo'lsa, 5-6 oyda berishga gaplashishning imkoniyati bor. Bo'lsin, mayli Leapmotor C16 dan ham bo'lsin deganlarga qaranglarchi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, 2 do'p opsiya deyapsiz. 2 do'p opsiya, ha. Ikkini o'zi bo'lsa ham, Ikkini o'zi bo'lsa ham, ha, to'p beraveramiz. hozir narx bo'yicha tortishib qoldim, o'shanga o'zlarini og'izlaridan eshiting, lafz qilsinlar deb mikrofonda berdim. Video qilyapmiz. Hozir kraska tozami bu edi? Kraska toza, mana bitta mana shu eshigida kecha o'zimdan bo'ldi, miyatena bo'ldi, mana shuni chiqartirilsa bo'ldi. Chiqartirilsa bo'ldi. Chiqarib beradilar xullas. Ha. O'zlari chiqartirib qo'yadilar. Sizlar kelishinglarga tayyor qilib 2024 probek Probek 39 ming. 39 ming probekda. Gibrid, 2 stokda yuradi, 1000 benzinda yuradi. 4 yil rasxod qiladi. O'zimning nomimda xohlashsa 10-15 ming puli borga variantga kelishamiz. Hozir. Ha. Xohlashsa lipo dokument qilib naqdga qilib beraman. Salonni bitta ko'ringlar mana. Salon ham yaxshi turibdi. 10 marta deysiz, 10 marta generalniy qilib beraman. Ha, muammo yo'q, o'z nomingizda Ha, cheki. o'zimning nomimda. Ikkinchi qatorlarni ko'ringlar. 1 yilgacha kelishaveramiz. Ha, 1 yilgacha kelishaveramiz. 1 yilgacha kelishaveramiz. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir C16 lar to'g'risi trendda yuribdi. Endi oqini xohlaganlar bo'lsa, mana oqidan bor. Qora desanglar, qorasini ham topib beraveradi ukamiz. Mana shu ish bilan shug'ullanadi xullas. Qancha pul bilan bo'lsa beraveramiz. 15 ming atrofida bo'lsa beraveramiz. Chiqaraveramiz 1 yilgacha. Bitta shu miyatenadan boshqa Toshtaqa joyini topib olmaydi. Eshityapsizlarmi? Mashinaga ishonadilar, uverenniy, o'zlarining nomida ekan mashina. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxi qancha? Shitir olaman deganga. Naqd sanaman deganga 26800 oxirgi narx. Bo'ladigan. Bo'ladigan, undan o'tib bera olmaymiz. To'g'ri, gap yo'q. Bir oyga bunga pul qo'ymay beraveramiz ustiga. Bir oy ichida pulni qilib bersanglar, narx o'zgarmaydi, pul qo'shilmaydi. Endi 3-4 oyga, 5-6 oyga, 1 yilgacha bo'lsa, narxini kelishasizlar, gaplashib kelishib olasizlar. Hujjatda muammo yo'q. Xohlagan hujjatingiz bo'ladi. Generalni deysizmi, oformni deysizmi, muammo yo'q. Notariusda pul sanalaveradi. Buni ham ko'rsatdik. Xohlang buni, ikkalasidan ham bor. Boshqa ranglaridan, shularni boshqa ranglaridan desanglar, uni ham topib berishadi.